Demak, biz hozir lira kursini boshlashimiz uchun avvalambor qaysi? Demak, 2021-yil lira dasturida ishlaymiz hozircha. Hozir 24lari ham chiqqan, lekin 21da ishlasak ham bizga yetarli. Endi qarang, birdan sxema chiqdi, o'tgan safar ko'rsatgan sxemalarimiz. Bizga yangi o'yin ochishimiz uchun menyu предложение bo'limiga kiramiz. Bu новый создание bo'limiga kiramiz. Mana bu yerda mana bunday описание схемы degan oyna ochiladi. Bu yerda demak признак sxema, ya'ni o'sha qaysi sxema turida, ya'ni qaysi tur bo'yicha ishlaysan degan savolga yechim topamiz. Bizlar agar birinchisi bo'yicha ishlaydigan bo'lsak, birinchisi bo'yicha X, O, Z o'qlari bo'yicha ishlashimiz kerak. Tushunarli? Demak, tikislik, ikki tikislik, oddiy ploskiy tikislikda ishlashimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi stepen bo'yicha ishlaydigan bo'ladigan bo'lsak, bunda demak перемещение o'sha tikislikda ko'chishlar ham mavjud. O'sha qismdagi masalalarda ishlay olamiz. Uchinchi tipda o'zi 3 uzloviy sxema bo'yicha ishlaymiz. To'rtinchida X, Y, Z faqat demak Assalomu demak, to'rtinchida demak faqat chiziqli demak koordinatalar bo'yicha ishlaymiz. Bu yerda bu koordinatalar vazifasi nima? O'sha har bitta masalani o'zini demak koordinata tekstliklari mavjud. Bizlar agar universal ishlamoqchi bo'lsak, albatta 5 bilan ishlaymiz. 5 ta nima uchun? X, Y, Z va UX, UY, OZ bo'limidagi demak hamma demak turlar mavjud bo'lar ekan. Demak 5 bilan ochsak bizlar xato qilmagan bo'lamiz. Faqat mana bu yerda значение нагрузок расчетныйmi yoki normativniy. Расчетный sxema bo'yicha ishlaymiz albatta. Mana bu yerda imya задачи deyapti. Imya задачи mana bu yerga darslik 1 yozaman mayli. Darslik 1. Endi hozir qanaqa zdaniya ko'rib chiqmoqchimiz bilmayman. Hozir ko'ramiz-da. Demak, описание задачи mana bu yerga qayerda joylashgan bo'lsa, Samarqand viloyati Pazarqon tuman Balandiston ko'chada joylashgan o'sha qurilish. Masalan, 34-maktab qurilishi deb yozishimiz mumkin. Полный данныйlar. Yozsak ham bo'ladi, yozmasak ham bo'ladi, tushunarli? Demak, mana shunday yozsak, demak, loyiha oynasi ochiladi. Demak, biz endi qanaqa loyiha teramiz, qanaqa loyiha bilan shug'ullanamiz, nimani ish hisoblab ko'ramiz. Bitta qaraymiz. Qarang. E'tibor qiladigan bo'lsak, mana burchak shtampga qaraymiz. Bitta real qilingan ish savdo va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchasi qurilishini loyihalashtirish bo'yicha demak hisob ishlarini bajaramiz. Bu yerda demak konstruksiya qism ishlab chiqilgan. Endi men sizlarga oson bo'lishi uchun tayyor ishlangan ishni olib keldim. Bizga aslida mana bu arxitektura planlari va razrez beriladi, tamom. Geologiya beriladi. Shu bilan biz ishlashimiz kerak bo'ladi. Mana bu konstruksiya bo'limi demak kaji bo'limi berilmaydi aslida ko'pincha holatlarda. Tushunarli? Demak, bizlar savdo maishiy xizmat ko'rsatish binosini demak lirada расчет qilib ko'ramiz. Buning uchun nima qilamiz? Liraga qaytamiz va bu yerda mana shunday oynani qayraydigan bo'lsangiz, birinchi bo'limda создание редактирование bo'limi mavjud. Bu yerda barcha turdagi masalalarni demak holatini, ya'ni sxemasini chizib tahlab olishimiz mumkin, tayyorlab olishimiz mumkin. Ikkinchi bo'limda esa o'sha redaktorlar, ya'ni yozuv bo'limlari mavjud. Uchinchi bo'limda расчет bo'limi, to'rtinchi bo'limda masalan analiz qilishimiz mumkin. Har biriga kirib chiqsak, har birining vazifalari mavjud. Hozir bu panellarni har biri bilan birma-bir agar razbor qiladigan bo'lsak, har bitta panelni bo'limiga bir darsdan vaqt ajratishimizga to'g'ri keladi. Men sizlarga birdaniga demak masalani ichida o'sha panellar qanaqa vazifani bajaradi, o'rgatib o'tib ketaman. Tushunarli? Demak, qarang, mana bu tipdagi zdaniyani bizlar qanday hosil qilamiz? Buning uchun bizlarga demak qavat, birinchi etaj qavatni demak ostlari kerak bo'ladi. Ost chiziqlar bilasizlar. Kolonna markazidan regel va kolonna neytral markazidan o'tadi. Demak, bo'ylama yo'nalishda demak qarasalaringiz 5650 dan 4 ta oraliq mavjud. Ko'ryapsizlar, ha? Kundalik yo'nalishda 4300 dan 2 ta oralig'imiz mavjud. E'tibor qilyapsizlar shu narsaga. Demak, ana shu narsani ikkinchi etajda ham xuddi shunday o'zgarmagan hech narsa, faqat ikkinchi etajda konsol balka mavjud. Oldinga demak xuddi balkonga o'xshatib konsol balkalar chiqarilgan. Razrezga qaraydigan bo'lsangiz, mana razrez. Razrezda sal xato berilgan, nima uchun? Bir qismiga, oldi qismiga demak konsol balka ko'rsatilmagan. Arxitektor xatosi. Aslida demak oldi qismiga mana bu yerga konsol balkani ko'rsatish kerak edi. Tushunarli? Demak, bizlar mana bu sxemani chizib olishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Demak, добавить узел bo'limidan chizsak ham bo'ladi. Keyin
bizlar demak mana bu yerda generatsiya rami bo'limidan ham chizsak bo'ladi yoki generatsiya transtranssenniy rami bo'limidan chizsak ham bo'ladi. Har xil holatda chizishimiz mumkin. Endi qarang. Bizlar demak generatsiya transtranssenniy rami bo'limiga kiramiz yoki Ctrl Q ni bossangiz mana bu oyna ochiladi. Mana bu oynani vazifasini sizlarga tushuntirib o'taman. Qarangizlar. Bu yerda ukazat kursorim, o'sha kursorda o'sha 000 koordinata bo'yicha o'sha ko'rsatadi. Ya'ni mana bu yerga chizgan sxemamizda o'sha 000 koordinatada boshlab qo'yadi. Koordinata boshidan boshlab. Tushunarli? Demak, bu yerda mana bu yerda создание плиты degan bo'lim mavjud, перекрытие. Mana bu bo'limni yopaman. Nima uchun buni yopmayapman? Sababi, agar buni yoqib qo'yadigan bo'lsam, o'sha ora yopmalarni monolit holatda birdaniga chizib beradi. Bizlar pustochniy plita bilan yopamiz-ku mana bu yerda. Ora yopmalarni mana bu yerda pustochniy plita bilan. O'shani birdaniga bu yerda chizish imkoniyati mavjud. O'shani o'chirib ketyapman, keyin chizaman agar monolit bo'ladigan bo'lsa. Agar yig'ma bo'ladigan bo'lsa, yuk nagrizka holatida qo'yaman. Tushunarli? Mana yerda создание фундамент по плиту, ya'ni fundament splashniy plita bo'lganda splashniy domda qildik-ku bizlar. Mana bu bo'limni yoqib ketsak, birdaniga chizishi mumkin. Qarang, pastdagi bo'limlar o'sha fundament bo'limiga tegishli. Bizga u ham kerak emas, chunki splashniy fundament emas. Chunki bunaqa tipdagi zdaniyaga lentishniy fundament qilamiz deb kelishganmiz. To'g'rimi? Demak, bizga mana bu bo'lim, ya'ni nakladovat zakreplение. Meni ko'zim bunchalik olmayapti. Bu yoqda mayqir yongan chunki. Demak, mana buni demak yoqib qoldiramiz. Bu demak связи bo'limini birdaniga berishimiz mumkin. Yoki buni ham o'chirib qo'ysak ham bo'ladi. Hech narsa o'zgarmaydi. Связи keyin beramiz, ya'ni bog'lanishdi. Demak, qarang. Endi bizlar chizishni boshladik. Mana bo'limda mana 5650 dan 4 ta. Ya'ni mana bu x yo'nalishi bo'yicha koordinatalar, mana bu y yo'nalishi bo'yicha koordinatalar, mana z yo'nalishi bo'yicha koordinatalar. Z balandlik bo'yicha, x bo'ylama yo'nalishda, y ko'ndalang yo'nalishda, demak ko'chishlar. Demak 5.65. Bu yerda metrda berasizlar. Mana L metrda yozib qo'yib ko'ryapsizlar, ha? Bu yer n soni nechta? 4 ta deb aytdik bizlar loyihada mana 5650 dan 1 2 3 4 ta. Shuning uchun demak 4 ta beramiz, tushunarli? Demak, endi bo'ylama yo'nalishda berganimizdan keyin ko'ndalang yo'nalishni ko'rishimiz mumkin. Demak, 4300 dan demak 1 2 ta, to'g'rimi? O'shani berib olamiz. 4.3 dan metrda yozamiz. 2 ta. 20 ta bo'lib ketdi. Tak. Endi z yo'nalishi bizga nima kerak mana? Qavat balandligi kerak bizga. Qavat balandligini demak ko'rishimiz mumkin bu yerda. Qavat balandligi demak har bitta qavat balandligini o'lchab olishimiz kerak. E'tibor qilayotgan bo'lsangiz 3900 birinchi qavat balandligi poldan polgacha olamiz-ku. Bilasizlar-a? Poldan polgacha 3900, ikkinchi qavat 3300. O'sha bo'yicha chizib ketaman. E'tibor qilasizlar. Demak 3900 dan 3.9 dan bitta va 3.3 dan bitta yozsam, mana bu yerda demak pastda пересказка другими degan bo'lim mavjud. Agar buni galishkan qo'ymaydigan bo'lsak, mana shu 3 ta o'lchovdagi kolonna regellar hozir chizib beradi bizlarga ramani. O'sha ramalar bir-biriga demak o'zlarini toshni va toshni ulab bermayman degan ma'noni bildiradi. Buni bosib chizamiz chunki ramalar bakir sistema hisoblanadi. Tushunarli? Va galishkan bosadigan bo'lsak mana. Mana bizga o'sha ramani tayyorlab berdi. Ko'rdingizmi? Bino. Endi mana shu yerda bitta sahrani qo'yamiz. Sahrani qayerga qilamiz desak, demak, рабочий stolda, demak, lira kursining ichida sahrani qo'yamiz. Darslik birga qilamiz. Kirmaymiz, unga video sahrani qilamiz. Demak, mana sahrani qildik, ko'rdingizmi? Ramani mana shunday tarzda yaratishimiz mumkin. Bu eng oson jadvallar usuli. Tushunarli? Agar buni kimdir agar boshqacha usulda yarataman desa ham mumkin. Men xohlasangiz usulda ham ko'rsatib beraman. Bunda ham Ctrl A qilsangiz sxemani polni belgilaydi. Ctrl A qilib delete qilasiz, o'chirib tashlaydi. Ikkinchi usulni ko'rsataman. Qanday yaratishimiz kerak? O'zingizlar orqali yaratishni ko'rsataman. Qarang. Birinchi 0 koordinata boshini qo'yib olaman. Mana nuqtani ko'ryapsiz-a? Ko'rdingizmi? Bitta yo'nalishda, bitta tekstlikda ramani yasab olaman. Ya'ni ko'ndalang yo'nalishda ramani yasasam yaxshimi? Bo'ylama yo'nalishda ramani yasasam yaxshimi? Ya'ni bu yo'nalishda ramani yasashim osonmi? Bu yo'nalishda.
Albatta ko'ndalang yo'nalishi. Chunki ramalar soni kam qadami. Demak, mana bu yerga demak 000 bo'lgandan keyin mana e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, mana bu yerda demak oldindan bizga ma'lum, ko'p o'tganmiz, lerani ochib ko'rganmiz. Bu yerda demak tekisliklarni o'zgartirish demak o'qlari mavjud. To'g'rimi? Mana bu yerda y z tekisligiga qo'yaman. x o z tekisligiga. Demak, qo'yadigan bo'lsam, mana bu nuqta turibdi, ko'ryapsizlar-a? Endi kundalang yo'nalishda mana bu nuqtani ko'chirmoqchi bo'lishim uchun demak mana bu yerga y o'qiga mana z x ku u yo'nalish y. Chunki mana e'tibor qilinglar. Mana x z nargi tomonga y. Shuning uchun y yo'nalishga 4300 dan 4.3 dan bu yerda bitta ko'chirish mumkin. Bitta va ikkinchi marta 8.6 qilamiz. Chunki 0 koordinataga nisbatan olyapmiz. Tushunarlimi? Ko'rdingizmi? Oralikda yasab oldim. Endi ikkinchi qiladigan ishim nima? Koordinatadan foydalanishingiz ham mumkin dalshiga yoki birdaniga mana shuni ko'chirmoqchi bo'lsak, balandlik bo'yicha ko'chirib olishimiz mumkin. Belgilaymiz. Mana bu yerda demak belgilash uchun atmitka uzluq bo'limi bor. Chap qo'l pastda atmitka uzluq. Shuni yoqsak sariq bo'ladi. Va avtokartda qanday belgilasak shunday nuqtalar belgilaymiz. Va mana bu yerda kapirovani bo'limiga ochamiz. Mana shu oyna, ya'ni kapirovat. Shu ko'paytirish. O'sha bo'limda demak bizlar z o'qi bo'yicha balandlik berishimiz kerak. Chunki bu 0 nuqtada o'sha tochkalar berdik. Z o'qi bo'yicha balandlik birinchi qavat uchun 3.9 dedik, to'g'rimi balandlik? Mana ikkinchi marta 3900 ga 3300 ni qo'shamiz. Ikkalasini qo'shib beramiz. 67200 7.2 bo'ladi. Metrda beramiz. Ko'ryapsiz? Bizga 8 metr bo'ladimi? Yo'q, 8 metr emas. Mana. Yo, bu yerda tomda hali hisobga olmangizlar. Tomga shoshmangizlar sizlar. Raman o'zini chizishda aytyapman men sizlarga. Demak, mana bu tekislik o'sida mana bunday ko'rinadi. Mana bu yerda x, o, z tekisligida mana bunday ko'rinadi. Ko'ryapsizlar-a? Tochkalar yasab olgandan keyin добавить element bo'limini ochsam, mana bu yerda ikkita nuqtani bir-biriga tutashtirib stержin bor. O'shanga bitta bossam, qarang, kursorda yonida ikkita tochka ko'rsatiladi. Bu degani ikkita tochkani bir-biriga ulash kerak degan. Endi qarang, bu yerda chizayotganda, konstruktiv sxema yasayotgan paytimizda bitta narsaga e'tibor beringizlar, pastdan tepaga, chapdan o'ngga chizishga harakat qilingizlar. Ya'ni mana bu yerda ushlayman, 0 nuqtaga nisbatan pastdan tepaga chizdim. Ko'rdingizmi? Yana bitta chizdim, ko'ryapsiz? Chiziqlar chizib olaman birdaniga. Pastdan tepaga. O'ngdan, chapdan o'ng tomonga qarab siljitaman, chunki elementlarni nomerlagan paytida avtomatik miyada nomerlaydi-da, to'g'ri nomerlaydi. O'sha taktika to'g'ri hisoblanadi. Tushunarli? Mana bitta ploskiy ramani sichqonchani o'ng tugmasini bosib aylantirsangiz, mana shunday aylanishda ko'rishingiz mumkin. Ploskiy ramani ko'rishingiz mumkin, ko'ryapsizlar? Endi buni qanday ko'paytirib olaman desangiz, Ctrl A qilamiz. Bizlar qaraydigan bo'lsak, mana x o'qi bo'yicha shak tashlashimiz kerak, ko'ryapsizlar-a? Mana bu yerda demak x o'qi bo'yicha tashlasak, yon tomonga bo'ylama yo'nalishda demak masofa tashlagan bo'lamiz. Mana bu z ni 0 qilamiz, x o'qi bo'yicha necha edi? 5.65 dan edi, to'g'rimi? Mana bu yerga 5.65 dan nechta deymiz? 4 ta oraliq desak, birdaniga mana bunday tashlab olish mumkin. Ko'rdingizmi? Ramani. Yana tutashtiramiz. Endi faqat bo'ylama yo'nalishda stержень добавить ochamiz. Bo'ylama yo'nalishda bitta tutashtirib olsak mana bunday bo'ladi. Endi buni bittalab chizmayman men domlalar desangiz, mana bunday kundalang yo'nalishda bitta belgilaymiz. Mana bu yerda qiya element yoki gorizontal elementlar belgilash bor. Mana. Kelsangiz mana отметка горизонтальный стержень. O'shani mana bunday bossangiz, bu tomonda ekan, men adashdim. Bu tomonda stержень ekan mana. Stерженьni qizil qilib belgilang. Ko'rdingizmi? Endi kapiravetga kiramiz va kapiravetda ikkinchi bo'limga o'tsak, uzil bo'yicha ko'chirish mavjud. Ukazat uzli, ya'ni uzil koordinatasini ko'rsat degan galchka yonib turadi va o'sha ko'chirayotgan nuqtaga bitta bosib, istalgan joyga bossak, istalgancha bizga ko'chirib ketaveradi. Ular mana o'zlari kerak emasmi? Yo'q, pastda fundament bo'ladi. Yana hozir qilishdi, o'rtasidan. Qanday? İki pası muhtasında yapar. Orada aytyapman. Retrasda turib. Aha.
tepasidagi ana shu o'rtadagi bo'lsa, tepaga bunday ketgan. Gorizontal. Bog'langan-ku. Yo'q. Mana bu. Mana bu. Mana bu. Bu nuqtami? Ha. Bog'langan-ku mana. Rama bog'langan. Boya qanday bo'lgansa shunday bo'ldi. Rama tayyor. Shu yerda savol bordanmi? Mana shu yergacha yetarli hammaga. Demak, mana shu yergacha ikki xil usulda men demak sxemani yaratishni, ramani sxemasini qanday tuzishni o'rgatdim. Demak, bizlar hozir nimani to'xtatib turamizmi yoki davom etamizmi? Stop qo'ysagan bo'laman. Davom etamiz. Mana ochdim. Endi qarang, mana siz shu sxemani ikkita uslubda yaratdik. Buni faqat ikkita uslubi mavjud ekan demaysiz, yana boshqacha usullari ham mavjud. Qilish mumkin. Endi asosiy o'zini ko'chirish va demak mana bu yerda demak jadvallar usulidan foydalandik bizlar. Demak, endi nima qilamiz? Birinchi etap sxemani yaratish edi. Ikkinchi etapda demak bu sxemamizga demak tayanchlar berishimiz kerak. Biz oldin bilganimizdek e'tibor qilingizlar, biz mana bu konstruksiyamizda demak hozir yaratgan sxemamizda tayanch turlarini berishimiz kerak. Endi yoki bu yerda boshqacharoq sxemada qarang. Mana bu demak bikir tayanch, mana bu qo'zg'almas tayanch, sharneda. Mana qo'zg'aluvchan tayanch. Endi men hozir adashgan sababi bu yerda har xil kitobda har xil beriladi-da bu sxemalar. Demak, mana bikir tayanchda demak x va y yo'nalishi bo'yicha cheklovlar mavjud. Demak, m yo'nalishi, moment mavjud bo'ladi. Bikir bo'lgani uchun. Demak, sharneli qo'zg'almas tayanchda demak x va y yo'nalishi bo'yicha demak harakatlanish bo'ladi. Z yo'nalishi bo'yicha x va y yo'nalishi bo'yicha cheklovlar bo'ladi. Demak, mana bu sharneli qo'zg'aluvchan tayanchda faqat y yo'nalishi bo'yicha demak cheklov mavjud bo'ladi. Bu yerda hozir bizda liraga mos kelmaydi. Sababi mana bu koordinatalarni boshqacha bergan. Bizlarda z bo'lgan joyga bizlar y beryapti. Tushunyapsizlarmi? Y x beryapti. Bizda x z bo'ladi. Hozir men sizlarga tushuntirib betaman bu narsani. Demak, e'tibor qilamiz. Mana bu yerda tayanchni qanday beramiz degan savolga yechim beramiz. Uzil, atmetka uzilni belgilaymiz. Mana hamma o'zinglar belgilangandan keyin mana bu связи bo'limini ochamiz. Mana bunaqa oyna ochiladi. Связи uzlar. Mana buni vizualniy desak kattaroq ko'rsatadi. Demak, berilayotgan tayanchlarni. Endi mana bu yerda demak parametr связи, demak связь parametrlarini bering degan holat bo'ladi. Связи bo'limida demak e'tibor qilamiz. Qarang, mana bu demak bikir tayanchlar qanday hosil qilamiz? Buning uchun biz demak mana bu yerda x yo'nalishi bo'yicha galchka qo'yamiz, z yo'nalishi bo'yicha galchka qo'yamiz va y yo'nalishi bo'yicha bo'yicha galchka qo'yishimiz kerak. O'shanda mana bu yerdagi bizlar ko'rgan mana bu bikir tayanchga to'g'ri keladi. Ya'ni x, y va bitta moment-ku. O'sha narsa mana bu yerda. Bu momentni bildiryapti. U y, u zlar momentni bildiradi. W qarshilik momentni bildiradi. Mana endi uchalasi demak koordinata bo'yicha o'sha cheklovlarni bildiradi. O'sha bizlarda demak mana bu holat bo'yicha bikir berishimiz kerak kolonnalar uchun. Demak mana shuni qilishimiz kerak, lekin bizlar qisqa qilsak ham bo'ladi. Umumiy hamma tomonga demak jostki qilib bog'lab qo'yamiz. Bu tayanch turidan keyin geologiyaga kiritgan paytimizda, fundament kiritgan paytimizda bu tayanchlarni qo'yib boramiz baribir. Hamma tayanchni qo'ygan ma'qullar shunday. Hozircha hamma tayanchni qo'yib расчет berib olasiz. Keyin oxirida geologiyani kiritib, уже realni geologiyani kiritgan paytida, fundament kiritgan paytida bu tayanchlarni o'zgartiramiz. Tushunarlimi? Demak, mana shu belgilaymiz-ku, demak plus belgisini bossak mana. Belgini ham ko'rasizlar. Demak, saqlanib qo'yamiz, sevit uchib qolishi mumkin. Tayanchlar bo'linib o'tgandan keyin nima qilamiz? Demak, o'sha yaratgan konstruktiv sxemamizga jostkist beramiz. Jostkist berishimiz uchun demak, jostkist bo'limiga kiramiz. Boshqadan kiraysizlarga. Jostkist bo'limiga kirsak, demak, jostkist materiallar bo'limi ochiladi mana shunday. Davom qilamiz. Davom qilsak, mana shunaqa davom jostkist bo'limi ochiladi. Bizlarning kolonnalar burus tipidagi kolonnalar. To'g'rimi? To'g'ri turburchak kundalik qismi. Agar misol uchun kundalik qismi tower, duttower har xilcha bo'lishi mumkin. Konsool bo'lishi mumkin. Yulduzchalar nima farq bordami? Demak, mana bu burus yulduzcha bilan u yulduzcha farqi, demak, bu yerda bo'linishlarda ehtimoli mavjud-da. Mana bu yerda xohlagan
qismda bo'linishlar berishimiz mumkin. Mana bu qismlarda. Mana bu misol 3 metr bo'ladigan bo'lsa, har bitta qismda bo'linish berilmadi degan savollar bo'ladi-da, shunaqa narsa bo'ladi. Sizlar bu yulduzchaga nima qilmangizlar? Mana bu birinchi brus bilan ishlangizlar. Oynani ochadigan bo'lsangiz, mana farqini ko'rasizlar mana. Ko'ryapsizlar mana bu yerda. Y, V, V, H, R, 0 mavjud bizlarda parametrlar, to'g'rimi? Endi mana bu yerda ikkinchi bu kishi aytgan yulduzchani ochadigan bo'lsangiz, uje demak hamma parametrlar yetarli emas. Tushunarlimi? Demak mana shundan berasiz. Endi hozir o'rtada boshqa savol bo'lishi darsni buzadi ekan, aytib qo'yay. Demak, mana bu yerda mana bu y ni ochsak, tonna taqsim metr kvadrat. Bu y nima? Betonning elastiklik moduli. Demak, bu beton sinfiga qarab tanlanadigan holat. Bizlar gruppamizda gruppa mavjud edi-ku, o'zimiz gruppamiz, lira kursi. O'sha yerda mana biz bergandek rasmlarni ochadigan bo'lsak, beton sinflarini belgilayapmiz. Kolonnalar uchun beton sinfi 20 dan kichkina ishlatish kerak emas. Bu elastik modul nimaga qarab olmadi? E'tibor qilingizlar. Elastik moduli demak mana bu yerda kolonnani demak siqilishga va cho'zilishga bo'lgan qarshiligi hisoblanadi. Elastikligi. Demak mana bu yerda qarang. Tejirli, ya'ni qattiq tipdagi beton estensionni tverdenniy, ya'ni haqiqiy demak qarshiligi, siqilishga bo'lgan qarshiligi misol uchun 32 B20 niki 27 haqiqiy holat. Ha. Demak podver nima? Podver shu keltirilgan holatdagi 306. Demak, buni bizlar nima qilib kiritamiz? Qarang, e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, bu yerda YB qarshilik momenti megapaskalda yoki demak mana bu chiqqan xato bo'ldi. Mana buni qanday yo'q qilaylik? Megapaskalda yoki kilogramm taqsim santimetr kvadratda. Ya'ni 1 santimetr kvadratga deyapti 3 tonna yuk bilan ta'sir qiladi. B20 2,75 tonna yuk bilan ta'sir qiladi degan ma'noni bildiradi. B20 lik beton. Yukni ko'tara oladi. Buni qanday aniqlaymiz desa, 10 ga 10 kubikni o'sha beton namunadan olib, qotish 7 kundan keyin qotgandan keyin pressga gidravlik presslarimiz mavjud, o'shanga qo'yib ko'rsangiz, o'shandan kelib chiqadi bu beton sinflarni aniqlash. Tushunarlimi? Demak, bizga kerakli narsa demak 2,75 ekan, to'g'rimi? Mana bu qavschidan olamiz 2,75. O'sha keltirilgan holatdagisi, buni demak mana bu yerga kiritamiz. 2,75 275 edi-ku. Bu yerda 2,75 tonna bo'lish uchun 2,75 Y darajasi 6, ya'ni Y'ni aylaniga qilamiz. Y degani 10 darajasi 6 degani. Tushunarli? Yoki 2,750 ming tonna metr kvadrat desak ham bo'ladi. Mana shuni tipda kiritasizlar. Bu mana bu V demak Poisson koeffitsiyenti. Bu stirjin o'sha kundaning kesimi to'rtburchak kichkina bo'lgan, bu uzunligiga nisbatan kundaning kesimi kichkina bo'lgan elementlar uchun 0,25 olinadi. Tushunarli? Poisson koeffitsiyenti bu o'zgarmas o'sha koeffitsiyent hisoblanadi. Demak mana bu demak o'sha kolonnani o'lchamlari demak 40 sm ga 40 sm qilamiz. Mana bu R0 betonni qarshiligi, ya'ni og'ir betonlar uchun 2,5 tonna metr kub. 1 metr kubida 2,5 tonna bor degan. O'shani ko'ramiz. Mana yerga qalamcham bo'lsak, mana bundan keyin yaratdi bizga. Mana yerga kommentariyaga yozamiz. Kolonna 1. Ko'rdingizmi? Kolonna 2 bo'lishi mumkin, kolonna 3 bo'lishi mumkin, kolonna 1 deb yozamiz. Mana yerda bizlar demak ochadigan bo'lsak, kolonnaga rang tanlashimiz mumkin. Qizil qo'yish rangi. Qizil qo'ymaylik? Shuncha. Demak, qizil qo'yib tanlaymiz. Kolonnani tanlaymiz. Demak, kolonnani tanlagandan keyin JBga o'tamiz. Bu yerda tip beton armatura bo'limi ochiladi. Bu degani tip qanaqa? Stirjinmi, plastinami, stenami? Bilmaymiz, o'shani bilishimiz kerak. Beton, nechilik beton? B20 mi, B30likmi? Armatura qanaqa sinfda armatura? Diametri qanaqa? degan savolga demak redaktorat bo'limini ochamiz. Birinchisi sozdание, mana tipni ko'ryapmiz, tip birinchisi. Sozdaniyaga bossak, mana bu yerda oyna ochiladi. Mana bu nazvaniya o'sha kolonna 1 bo'lgancha bergan kolonna 1 yozamiz. Bu stirjin emas, bu demak kolonna redovaya. Kolonna qator. O'sha kolonna qatorlari deganda.
bu simmetrik armaturalanadi. Non-simmetrik armaturalanadigan kolonnalar ham bo'lishi mumkin. Bizlar simmetrik kolonnalar asosan simmetrik armaturalanadi. Demak, sistema statistiki demak holatdagi zo'riqishlarni qabul qiladi deb olamiz. Demak, mana bu yerda uchyot konstruktivni trебования o'sha to'ldirmaymiz bu. O'sha konstruktiv holatlarni e'tiborga olamiz, yo'qmi? Видеть угловой armatura. O'sha bu yerda mana buni galочка qo'yamiz. Nima uchun deganda, kolonna bo'ladigan bo'lsa, burchaklarga o'sha armatura tanlansinmi deyapti, ko'rsatilsinmi deyapti. Burchakka qo'yamizmi yoki o'rtaga? Kolonnaning o'rtasiga qo'yib tashlasa bo'lmaydi-ku. To'rtta burchagidan qo'yamiz-ku bizlar armatura degan paytda. O'sha narsalar. Bu yerda sinflar haqida yozyapti. Bizlar faqat mana shunga galочка qo'ysak bo'ldi. Demak, mana bu yerda demak maksimal armatura foizi degan narsa bu. Bu 2.01.03 19, ya'ni zilzilaviy hududlarda qurilish degan qiymatımizda maksimal kolonnalar uchun 4% dan oshmasin deydi. 4%. Ya'ni 0.1% dan kam bo'lmasin, 4% dan oshmasin degan norma mavjud. Agar kerak desangiz, men ko'rsatib berishim mumkin. O'sha bo'limni ochamiz. Mana temir-beton devorlar va bikirlik diafragmalari vertikal va gorizontal armaturalarning kesim yuzasi quyidagicha qabul qilinishi kerak. Ko'rasizlar, beton kesimi yuzasining 0.1% dan kam va 4% dan ko'p bo'lmasligi kerak. Armaturalar yuzasi. O'sha qoida o'sha yerdan kelib chiqyapti. O'sha u ham fizik ballarga qarab. Tushunadimi? Demak 4% dan katta bo'lmasin, 0.1 dan kichik bo'lmasin degan qoida mavjud mana shu yerda. Demak, endi e'tibor qilamiz. Mana bu yerga demak bizlar 4% emas, 5%. Zapas bilan olamiz, 5% qilamiz, maksimal 10%. Demak, mana bu yerda demak mana bu qayerdan kelib chiqyapti? Mana bu koeffitsiyentlar haqida aytaman mana qarang. Diapazon koeffitsient zapasi. Zapas koeffitsiyentlar 0.9 olamiz, 10% zapas bo'ladi. Ya'ni 0.9 dan 1.5 gacha olamiz. Minimal 0.9, maksimal 1.5. O'shanda o'sha 60% oraliqda zapas olinadi. Tushunarli? Demak, mana bu yerda demak расчетный, demak konsentratsiya, ya'ni o'sha защитный слой deb o'tdik bizlar, bilasizlarmi? O'sha 3 sm dan kam bo'lmasin burchaklarga nisbatan защитный слойlar degan ma'noni bildiradi. O'sha narsani ko'rsatyapman. Demak, qo'yamizmi? qaysini? O'sha 3ta. Yo'q. Kolonnalarda 3 eng kam 3 bo'lishi mumkin. Kolonna regellarda защитный слойlar 3 dan kam bo'lmasligi. Pastki chegara qo'yib. Pastki chegarada ham 3 dan kam emas deb qaraladi. O'sha bu yerda o'sha защитный слой konstruktiv nuqtai nazardan chizgan paytingizda o'sha podvalda 5, qolgan holatlarda 3, 3.5 shunday olasizlar. Endi bu yerda bizga kerak narsa demak mana bu treshina yoriqlar demak. Kolonnalarda demak 0.3 mm-gacha ikkinchi chegara holat bo'yicha demak yoriqlar mavjud mumkin. Ikkita yo'nalishda, o'sha bu yo'nalishda 0.4. Demak, diametr armatura bo'yicha tanlaylikmi poprechniy armaturani yoki diametr bo'yicha tanlaylikmi yoki shak bo'yicha tanlaylikmi desa, diametr bo'yicha demak qoldiriladi. Tushunarli? Demak, bu yerda koeffitsient bo'yicha расчетный длина beramizmi yoki koeffitsient bo'yicha beramizmi degani bu nimadan qaralyapti, hozir aytaman sizga. Demak, mana shu miyu koeffitsiyentga nisbatan boyagi kolonna bazasini расчетный длинасini belgilab olamiz. Ya'ni kolonna agar oddiy kolonnamiz pastdan bikir, tepadan bikir bo'ladigan mana birinchisiga qaraymiz. Pastdan sharnil qo'zg'almas, tepadan sharnil qo'zg'aluvchan bo'lsa 1 olamiz. Past bikir, tepa sharnil qo'zg'aluvchan bo'lsa 0.7, past bikir, tepa bikir bo'lsa 0.5, past bikir, tepa qo'yib berilgan bo'lsa 2, miyu koeffitsient o'shanaqa olinadi. O'sha hisobiy uzunlik koeffitsient hisoblanadi bu. Tushunarli? Demak, bizlarda demak kolonnalar bikir bog'lanishda bo'ladi har doim fundamentga va tepada sharnirli qo'zg'aluvchan bo'ladi. Shuning uchun 0.7 olamiz. Tushunarli? Demak, mana bu yerda demak ana shundan demak mana bu 0.7 koeffitsient bilan olamiz. Qayerdan kelib chiqishini ko'rsatdik sizlarga. Demak, mana shuni bossak, tepada ayla o'sha bu yerda. Endi beton sinfiga o'tamiz. Beton qaysi element uchun? Kolonna 1 uchun. B20 oldik. B20 qanaqa to'ldiruvchi? Qattiq to'ldiruvchilar mavjud.
Massa qanaqa 2000 o'rtacha. Usloviyasi qanaqa? Haqiqiy holatdagi abish qotish jarayoni qanaqa? Oddiy. Mana bu yerda demak beton sinfida demak mana yerda koeffitsiyentlar mavjud. Agar zavod sharoitida qotirilgan bo'ladigan bo'lsa, demak zavod sharoitida. Demak mana bu zavod sharoitida bo'lsa 1 olinadi. Agar zavod sharoitida emas, joyida qurilish jarayonida qotadigan betonlar bo'lsa 0.95 olinishi mumkin. Demak biz bir koeffitsient bilan demak olib ketaveramiz, juda zapas bilan ishlaymiz. Tushunarli? Zapas kerak bo'ladi. Demak mana bu yerda e'tibor qiladigan bo'lsak, demak B20 уже 2750 mana parametrlarni keltirib chiqarib beradi bizga. Armaturani turini o'qiymi? Yo'q, bu betonni sinfi. Elastiklik moduli, demak cho'zilishdagi hisobiy qarshiligi, siqilishdagisi va hokazo va hokazo. Tushunarli? Demak buni bergandan keyin demak armaturaga o'tamiz. Armatura o'sha kolonna 1 uchun beryapmiz. E'tibor qilingizlar. Va mana bu yerda demak продольный вдол, ya'ni X o'qi bo'yicha armatura A3 sinfidagi 10 dan 40 gacha bo'lgan armatura diametri. Y o'qi bo'yicha ham xuddi shunday olinadi. Va poперечный armatura degan xomutlar A1 tipidagi 6 dan 40 gacha bo'lgan xomutlar ishlatilsin deb olamiz, o'zlari aytadi qolgan. Mana bu yerda keyin mana armaturani demak elastik moduli 2.1 10 ustida 6 va hokazo elementlarni beryapti. Siqilish, cho'zilish qarshiliklar. Tushunarli? Buni ko'rib olasizlar va mana bu yerda armatura maksimal diametri 25 olinadi. Nima uchun? Bizda qurilishimizda 25 dan kattasi ishlatish mumkin emas. Tushunarli? Demak mana bu yerda 3 ta, 1 ta, 2 ta va 5 ta. Bu nima degani? Bitta burchakka bitta armatura qo'y degan. Bitta burchakka 2 ta armatura qo'y, bitta burchakka 3 talik armatura qo'y. Mana bunday. Ko'ryapsizlar? Men bittalik qo'ysam yetadi. Bitta burchakka. Ha, Bitta burchak bir dona bo'ldi. bir dona. Hammasimi? Bitta burchakka bitta qo'ygan ma'qul-da, 2 ta. To'rtta burchagi borku 4 ta bo'ladi. Endi qarang. Mana yerda koeffitsient sinf bo'yicha armatura ishlash koeffitsiyentlar mavjud. Mana buni sinfni ochib qaraydigan bo'lsak, 20% ga oshirilsin. Ya'ni o'sha elementlardagi armatura ishlash bo'yicha koeffitsient 20% ga oshirilsin degan qoidasi mavjud. Bor. Bu nima uchun? Bu demak material turi bo'yicha o'sha material past armatura bo'lishi mumkin yoki qanaqadir nimasi bo'lishi mumkin, defekt bo'lishi mumkin, kamchiligi. Shuning uchun 20% ga oshirib olamiz. Va bu ikkinchi qolgan koeffitsiyentlarda o'sha bir qoldiramiz. O'sha o'zini holatida. Demak mana e'tibor qiladigan bo'lsak, hammasini berdik, ko'rdingizda. Endi nima qilamiz? Faqat vertikal elementlar belgilash bo'limiga o'tamiz. Nuqtani qo'yib yuboramiz. Mana bunday vertikal belgilasak, mana qizil belgilasak. Mana buni 2 marta bosamiz, betonga o'tib 2 marta bosamiz, armaturaga o'tib 2 marta bosamiz va JBga o'tib, jostkitga o'tib 2 marta bosib, mana bu yerda jostkit va material bo'limini galichka qo'yamiz va galichkani bitta bossak, qora bo'ldi, ko'rdingizmi? Berdi. Biz bergan xarakteristikalar berib chiqdi. Biz kolonnaga jostkit berdik. Endi biz nima qilamiz? Biz regelga jostkit beramiz. Xuddi shunday brusga kiramiz. Beton sinfini 25, B20 qilamiz. O'sha 2.75 ligicha qoladi. Postdan koeffitsiyentiga teginmaymiz. Mana bu regelda 40 ga 40lik qilamiz. Zichligi ham teginmaymiz. Bu yerda faqat bizda regel 1, to'g'rimi? Mana. Regel 1 ko'rasizlar. 2 marta bosamiz u JBga o'tib, redaktorga bo'lib kirib, mana bu yerga o'tamiz. Va mana bu yerda plus belgisini bosamiz. Bu yerga regel 1 qo'yamiz. Regel uchun tip beramizda, tushunarlimi? Regel qanaqa tipda? Stirjinmi, balkami, kolonna redovayami, kolonna первый этажami yoki pilonmi? Bizda balka regellar. Balka tipida ishlaydi. Demak, mana bu yerda maksimal armatura foizi regelga 5 qo'yamiz. Bu ham 4 dan oshmasligi kerak, 5 qo'yamiz biz. Zapas bilan. Kimdir 3 qo'yadi. Men 5 qo'yib turganman. Tushunarli? Keyin mana bu yerda koeffitsiyentlar o'sha boyagi koeffitsiyentlar o'sha burchakka bitta zashni sloylar 3 sm dan kam bo'lmasin. Trishinalar o'sha ikkinchi grad holat bo'yicha yoriqlar 3 mm, 0.3 mm dan oshmasin. Bu yo'nalishda 0.4 dan oshmasin. Diametr bo'yicha qo'yiladi. Faqat mana bu yerda bizlar koeffitsiyent bo'yicha hisobiy uzunlikni qo'yishimiz kerak. Bunda mu koeffitsiyent 0 qoladi. Nima uchun?
Meni unda ko'rsatdim, bilasizmi? Doskada sizlarga. Kolonna regalda neytral o'qiga borish uchun qandaydir masofa bo'ladi. Shuni hisobiga o'sha hisobiy keyfiyat kamayib ketadi. 0.0 oldi. To'g'rimi? Bu yerda o'sha regal neytral ostga ishlagan uchun 0.0 olamiz. Demak, berdik mana endi beton sinfini beramiz. Beton berish uchun kapirat qilamiz, mana yerga regal qo'yamiz. Qaraymiz, B20 hammasi o'zi turibdi. Beton berildi, tayyor, уже oson bu yoq. Kapirat qilib ketirasizlar. Faqat mana yerga nomini o'zgartirasizlar, regal. Mana bu yerda A3, A1, 25, 1-2 koeffitsient oldik. Galchka. Mana. Har bittasini 2 martadan bosib chiqamiz. Belgiladi. Endi bu yoqda belgilaymiz. Vertikal element qo'yib yuboramiz, gorizontal element ishlaymiz. Ko'rdingizmi? Mana bunday qilsak, regaldan ishlar. Ko'rdingizmi? Mana ikkalasini yoqib bossak, 5 ta elementga bo'lamizmi? Konechniy element deganida bu. Mana. O'sha balkani, har bitta balkani 5 ta bo'lakda epirasini ko'ramizmi? Zo'riqishlarni deyapti. Ha deymiz. Tushunarli? Ana endi saqlanib qilamiz. Mana tayyor bo'ldi. Bizlar ikkinchi etapdan o'tdik. Ctrl D qiladigan bo'lsak va показать сечение qiladigan bo'lsak, mana bizlar tayyorlagan sxemamizni 3D holati. Joystick bergandan keyin ana shu holatga kelsa, demak to'g'ri qilingan bo'ladi. Demak, sizlar bilan o'tadigan bugun birinchi darsimiz o'sha oddiy sxema yaratib, joystick